Assalomu alaykum aziz ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, Maybaza kanali ashaddiy muxlislari. Mana navbatdagi videomizni sizlarga taqdim qilyapmiz. Qumtepa bozoridan videoni olib boryapmiz. Istanbul modelidagi ushbu mebelimizni sizlarga taqdim qilamiz. Mana shkaflari oldida mana yumaloq fasonda ishlangan zerkali oynali tortmalari bor. Ikkitadan, даже 3 tadan tortmalari bor. Mana tagidagi qismlari oppoq qilinchlari bo'lib, atroflari led chiroqda yonadi. Pufiklari ham bor. Shkaflarimizga ko'rib baho berishlaringiz mumkin. Mana oldimizda spanne divani, oldida sofasi bo'lib, matraslari ham yaxshi matraslar qo'yilgan. Buni taglari ham ochiladi mana. Sizlar uchun maxsus ko'rsatyapmiz. Tagiga bemalol 2 tadan 3 tadan sondiqdagi kiyimlaringizni taklab qo'ysangiz bo'ladi. Qishki, yozgi kiyimlarni degandek. Tamkirati ham bemalol 100 kg, 150 kg ko'taradi. Mana soatlari bor. Type-C, USB, kolonkachalar qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Tagida mana sekretlari ham bor tortmamizni va addini yana tortmamiz ham bor. Bu mebelimizni rangi kashmir deb ataladi. Ruchkalariga alohidadan qora qilib ishlangan. Mana ishlarini ko'rsatamiz hozir. O'rtasi polka bo'lib, bemalol kiyimlar taklagani, tagida 2 tadan tortmasi bor. Kelin-kuyovga addini. Mana bu tomonimiz kuyov bola tomoni, kiyim shim ilgani bemalol kiyimlarni joylasa bo'ladi. Narigi tomoni esa kelin bola tomoni. Mana ko'rib baho berishlaringiz mumkin. Buni trimosini turbocha fasonda qilib berishimiz ham mumkin. Aytgancha buni servanti bormi deganlar uchun mana servantimiz ham bor. Bu bir-biriga yopishgan holatda turadi, ya'ni 3 qismga ham bo'linadi. O'rtalari o'zini materialdan qalin bo'lib ishlangan. Polkalari bor, taglari alohida ochiladi, tepasi alohida ochiladi. Mana ko'rib baho berishlaringiz mumkin. Oynalari ham o'sha o'ziga o'yilgan qilib ishlangan. Chekkalari ham xuddi shunaqa bo'lib ochiladi. Buni ham rangi o'sha kashmir bo'lib, hozirgi mebelimizga par bo'lib tushgan. Va bundan tashqari boshqa klassik fasonlarimiz ham bor. MDF materialdan ishlangan bular. Oldi qismlari MDF bo'ladi, yon qismlari LDSP bo'ladi. Pastda nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqib ma'lumot olsalaring bo'ladi. Dastlabki xizmatlarimiz ham bor.